Mana namanganlik ustalarimiz darvozamiz qo'yib ketdi. Juda ham ko'nglimizdagiday chiqqan. Alloh rozi bo'lsin. Kattagan rahmat. O'sha rasmda qanday bo'lsa, ana o'shanday qilib yasab beribdi. Kraskalari ham ko'nglimizdagiday chiqqan. Alloh rozi bo'lsin. Katta rahmat usta akalar. Naryoqda yana bitta kichkina darvozamiz bor. Kaletka deyiladi. Buni ham hozir videoda ko'rsatib beraman. O'ta sifatli va juda ham chiroyli chiqqan darvoza. Kattakon rahmat. Mana ochilishlarini ham ko'rsatib beramiz. Mana juda ham sifatli. Zamoklarni ham juda ham sifatlisidan qo'yib ketgan. Yopilishlari mana qirs yopilyapti. Yaxshi. Mana bunisi kichkina kaletkamiz. Buni ham juda ham akkuratniy va juda ham chiroyli yasagan. Alloh rozi bo'lsin, katta rahmat. Mana ochilishlari akkuratniy. Yopilishlari ham juda ham normal. Zo'r. Rahmat usta akalar.